Vatan madhi dillarda. Vatan. Bu so'z bizning qalbimizga ona allasidan, uning qaynoq muhabbatidan singadi. Agar ma'lum bir muddat o'z uyimizdan sal olisroqda yashab qolsak, ko'nglimiz g'ash bo'laveradi. Har qanday ko'ngilochar narsalar ham bizni quvontira olmaydi. Negaki biz o'z go'shamizni qo'msay boshlaymiz. Bu vatanni sevishning bir ko'rinishi emasmi? Vatanga muhabbat, uni ardoqlash, ona vatanga tegishli bo'lgan har bir narsani muqaddas bilish, o'zini shu vatan kengliklariga daxldor deb his qilish haqiqiy insonlarga xos fazilatdir. Aziz bolajonlar, mana yana bir yoshga ulg'aydik. Orzu o'ylarimiz, niyatlarimiz ham biz bilan qo'l ushlashib bo'y cho'zmoqda. Ulg'ayganimiz sari qalbimizda, ongimizda yangi tuyg'ular uyg'ona boshlaydi. Vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat, ajdodlarga nisbatan iftixor, mas'uliyat, ishonch kabi tuyg'ular qatoriga o'nlab, yuzlab tuyg'ularni kiritish mumkin. Bu tuyg'ularning asosi muhabbatdir. Bizni o'z quchog'iga olgan, tinch va osoyishta yashayotgan, ilm olayotgan vatanimizni sevmay bo'ladimi? O'zbekiston deya atalmish, bog'larida jannat shivirlaydigan serquyosh o'lkamizda dunyoni qalam bilan tebratgan ne shoirlar, o'z aqli bilan hozirgi kunda ham olam ahlini lol qoldirib kelayotgan olimu fuzalolar yetishib chiqqan. Biz buyuk bobolarimiz bilan faxrlanamiz va ularga munosib avlod bo'lishga intilamiz.